Assalomu alaykum azizlarim. Mana bu tariq, pishino deyiladi, maydalangan tariq. Qashshoq qilib yeymiz, oddiy. Foydali xususiyatlari bilsanglar qanaqa ko'pligini. Mana buni biz bankaga mana shu 1 stakan yuvilgan tariqqa olib, pishinoni 3 litrli bankaga solamiz. Qaynab turgan suvni solib to'ldirdik. Kechqurun qilinadi bu narsa. Issiq sharfmi, shistinoy, chochiqmi nimagadir urab, kechasi bilan qoldiramiz. Ertalab ochganimizda bu oppoq suv bo'ladi. Mana shu suvni kuni bo'yi ichib yuramiz. Bu nimalarga foyda? Bu pochkani toshlardan, qumlardan tozalaydi, siydik yo'lini tozalaydi. Женский заболеваниyalarga foyda. Keyin suyalarimizni baquvvatlashtiradi, jigar o't fe'lan tozalaydi, davleniyani tushiradi. Mana tayyorlaylar, ichinglar. Buni bir kurs lecheniyasi 1 hafta. 10 kun dam olib yana qilishinglar mumkin. Faqat o't qopida toshi borlar vrach konsultatsiyasi bilan keyin ichinglar.